Kim bilan turmush qurish kerak? Mana shu masala hamisha dolzarb bo'lib kelgan. Birinchi navbatda begona kishilar bilan turmush qurish kerak, qarindosh bilan emas. Shunda bolalar sog'lom bo'ladi. Ana shuni hisobga olishimiz kerak. Genetika degan narsa bor. Irsiyat qonunlari. Irsiyat qonunlari bo'yicha inson qanchalar begona bilan turmush qursa, uning avlodi shunchalar sog'lom, baquvvat bo'lib boraveradi. Buni bitta misol bilan aytib o'tmoqchiman. 1984-1990 yillar oralig'ida shaxmat bo'yicha jahon chempionati o'tkazilgan. Anatoliy Karpov va Garri Kasparov o'rtasida juda uzoq davom etgan, 5 marta to'qnash kelishgan. Hammasida Garri Kasparov g'olib chiqqan. Sabab nima desak, aslini olganda Anatoliy Karpov Garri Kasparovga nisbatan anchagina kuchli, bilimi o'tkir, shaxmatni piri hisoblangan. Lekin Kasparovning otasi boshqa millat, onasi boshqa millat bo'lganda, mana shu narsa ta'sir qilgan. O'sha metislik, duragaylik deymiz. Mana shu narsa ta'sir qilgan. Endi sizlarga boshqa millatlar bilan turmush quringlar demoqchi emasman. Begona odamlar bilan turmush qurgan ma'qul.